Bir ovchi chumchuqqa tuzoq qo'ydi. Bir chumchuqni tutdi. Ovlangan chumchuq tiliga kirib dediki: "Ey ovchi, sen shu vaqtgacha qo'ylar, sigirlar yeding. Ular bilan to'ymading. Nahotki mening arzimas go'shtimga to'ysang, meni qo'yib yubor. Evaziga senga foydali 3 ta o'git aytaman. Bu o'gitlarimdan birini qo'lingda, qolganini esa daraxtda so'ylayman" dedi. Ovchi "Yaxshi" deya javob qildi. Chumchuq ilk maslahatini berdi. Bo'lmaydigan narsaga kim so'ylasa so'ylasin, ishonma. Ovchi ikkinchi o'gitni eshitish uchun chumchuqni qo'yib yubordi. Chumchuq tomga qo'ndi. Ikkinchi o'gitni aytdi. O'tgan ketgan narsalar uchun g'am yema. Fursatni boy bersang xafa bo'lma. Ayni paytdagi vaqtning bahosini bil. Pushaymonlik bilan vaqt o'tkazma. So'ngra qo'shimcha qildi. Ey ovchi, mening qornimda 10 dirhamga teng bebaho inju bor edi. Senga ham, sendan keyingilarga ham yetardi. Afsus, qismating ekan, qo'ldan qochirdik. Bu injuning dunyoda boshqa bir tengi bo'lmas. Ovchi: "Oh, nima qilib qo'ydim, nimaga qo'yib yubordim a?" deya qayg'urib yig'lay boshladi. Shu payt chumchuq: "Ey, nimaga baqirib yig'layapsan? Men senga o'tgan ketgan narsalar uchun g'am yema, fursatni yo'qotsang xafa bo'lma deya o'git bermadimmi? So'ngra senga yana aytmadimmi? Bo'lmagan narsaga kim so'ylasa so'ylasin, ishonma deya. Qanaqa anqov odamsan? Men o'zim 3 dirham chiqmayman. Qanday qilib qornimda 10 dirhamga teng inju bo'ladi?" Ovchining hushi joyiga keldi. Ziyrak qushga qarab dedi: "Yaxshi, 3-chi go'zal o'giting nima? Uni ham so'yla, ayt." Chumchuq devordan o'tib daraxtga qo'ndi. Masxarali bir ohangda: "Ey baraka topkur, 2 o'gitimga amal qilmading. 3-chisini nima qilasan? Qo'yaver, vaqtimni olma" deya uchib ketdi. Ovchi esa qotib qolgandi.